to'g'ri. Uyimizni sotib o'zi uyolamiz deb kelganmiz. Pulimiz ketib qolib, pulimiz yo'qligidan kelganmiz, pulimizni ko'paytiramiz deb. Achchiq desa ham haqiqat bu. O'shaning uchun buni o'ylaylik. Biz o'sha tepa doskalarni o'zidan kelayotganini joylab ketyapmiz. Balki siz juda sekin harakat qilib 2 yilda chiqarsiz bunday joyga. Balki 1 yilda, balki 6 oyda. Siz har kuni kamida 4 soatdan vaqt ajratsangiz, kamida 4 soatdan sizda bo'ladi bu jarayon. 7-doskada 1 milliard pul bor. Titanik. Ya'ni o'sha 432 million so'mni, ya'ni yarmini o'zingizga olib qolasizda, yarmini joylab ketaverasiz. Sizga qarang, qanaqa ajoyib, nimaga boshqalar eshitmayapti, meni sizlar eshityapsiz, bilasizmi? Qaniydir bir Xudodan so'ragansizda. Shunday bir imkoniyat bo'lsa, lekin men so'raysiz, chiroyli mashina minishni, chiroyli uylarni, lekin o'zida-o'zi kelib qolmaydi-ku, ha? To'g'rimi? O'zimiz harakat qilib berishamiz. Tap etib kelib qolsa ham buni eplolmay qolamiz. Shuning uchun etap-etap chiqib boramiz. Endi o'sha kanalni ko'rsatib o'tay sizlarga. Mana bu yerda faqat loyiha Rossiyadan kirib kelgan. O'zbekistonda 200 ga yaqin kompaniya, korporatsiyalar bor bo'lsa, buni hammasi ham chet eldan kirib kelgan. O'zbekistonda 2 ta loyihasi bor, hali butun dunyoga chiqib ulgurgani yo'q. Lekin chiqayapti etap-etap. Xudo xolasa, mana shu ishlarni yaxshilab yo'lga qo'yib olsak, uzoq chiqamiz. O'sha nimalarni 5 ta yo'nalishda ishlasak bo'ladi.